ilmni, ilm olishi, biror bilim, informatsiyani olishi, biror narsa o'rganishga eng zo'r turtki beradigan, eng zo'r motivatsiya beradigan, sizni ertalab turg'izadigan narsa bu o'ta kuchli, dahshat ehtiyoj bo'lishi kerak. Agar bu kuchli bo'lmasa, boyaga aytganimiz bor, 25%, 75% tushib qoladigan odam mashinga aylanib qolasiz. Ehtiyojingiz yo'q chunki sizni. Ya'ni siz mana shu tilni o'rganmasangiz ham normalniy-da hayotingiz. Bunaqa odamni ko'proq. Bu o'ylashda emas, bu men odamlarni ayblamayapman. Bu yerda odamlarda aybi yo'q. Shunchaki biron narsa qachon yaxshiroq o'rganiladi, qachonki bu narsaga kuchli ehtiyoj bo'lsa. Endi savol men ingliz tilini, men endi shifokorman, qarang. Bizning institutda, biz o'qigan kursda 230 ta bola o'qigan va bitirayotgan paytimizda 7 yil davomida sizlarga savol, 230 ta odamdan nechtasida IELTS bo'lgan? O'ylab taxminan aytib ko'ringlar mana, atrofingizda. Zo'r. 2017-yil. 2 ta. 2 ta odamda IELTS bo'lgan. Bittasimi? Bittasi Bobur. Ko'rayotgan bo'lsangiz salom. Xo'p. 2 ta bo'ladi. Ya'ni nimaga unaqa bo'lgan? O'zi hammaga aytilgan. Agar sen IELTSing bo'lsa, magistraturaga bepul shundoq kirasan. Ya'ni bepul emas, bezimtihon kirasan deyilgan. O'shanda ham aytilgan. O'sha narsa, o'sha payt bor edi shu narsa. Bezimtihon kirasan, budjetga kirish imkoning bor, 30 million tejab qolasan deyilgan narsa bo'lgan o'shanda ham. Lekin ikkitagina odam IELTS ola olgan. Bu ingliz tili biladigan odamlar. Endi savol, men nimaga o'rganganman? Esingizda bo'lsa aytdim, 2015-yilda ingliz tili o'rganishni ham boshladim va o'qitishni ham boshladim. Men ingliz tili dars berayotgan paytimda intermediate edim. Endi savol, IELTSga topshirishga va ingliz tilini o'rganishga menda ehtiyoj bo'lganmi yo'qmi? Va qanaqa ehtiyoj bo'lgan? Yo'q, magistratura bo'lmagan. Magistratura kuchli ehtiyoj emas. Mendan kuchli o'quvchilar kelish boshlagan, ustidan kulishni boshlagan. Ya'ni, men pulga dars o'tyapman-ku. Ehtiyoji qarang kuchliligini. Ya'ni, agar shundan darslarni o'tmasam, men student edim, boshqa ishim yo'q edi. Yo aptekada ishlash kerak edi, yo medbrat bo'lish kerak edi yoki больницада pol artish kerak edi. Sanitar. Endi o'qituvchilik bo'lamaydi, anaqa yaxshiroq kasb edi o'sha payt men uchun. Gapiraman, pul topaman. Endi o'sha pul topish ehtiyojim yaxshilanishi uchun va o'quvchilarim oldida uyalib qolmasligi uchun ingliz tilini yaxshilashga majbur bo'lganman. Majburiyat ko'ryapsizmi qanaqaligini? Eng qizig'i IELTSga tayyorlanishga kelardi o'quvchilar. O'sha men apirman shu bir 6 oy dars bergandan keyin so'rardi. IELTS bormi deb o'zingizda. Ha, yetdi deb qo'yib yuborardim. Ya'ni uyalasizda. Keyin yolg'on bo'lgan, yolg'on ishlatganmiz. Keyin o'shandan keyin uyalib to'xta deganman. Men olishim kerak ekan deb IELTS keyin qattim tayyorlangan. O'quvchilarim bilan birga tayyorlanadim. Ya'ni bu narsa nimaga aynan o'sha ikkita odamning bittasi men bo'lganimmi? Ikkinchisi ham juda ham kuchli ehtiyoj bo'lgan. Juda kuchli. U bola Shvetsiyaga ketish kerak bo'lgan. Ya'ni hammaga maqtanib, men grant yutdim, ketaman degan, o'tgan lekin IELTS kerak bo'lgan. Qolgan bolalarni ola olmagani. Endi demak, birinchi ilm olishda qoidasi sizga qanaqadir motivatsion video yordam bera olmaydi. Hech qanaqa video, hech qanaqa kitob, hech qanaqa bitta odamni sandan o'qishni zo'r deb maqtab qo'ygani yoki boshingizga urgani yordam bermaydi. Nima yordam beradi? Ilmni olib oxiriga yetkazib qo'yishingizda. Ehtiyoj. Demak, ehtiyoji bo'lishi mumkin o'zimizda. Hech o'ylaysizlarmi mana? Qarang. Amerikan statistikasi bu. Birinchi avlod immigrantlari Amerikani quradi doim. Ya'ni Amerika o'zini aholisi dangasa bo'lgani uchun doim chetdan anaqalarni polisos qilib oladi, miyalarni. Va o'shalar Amerikani quradi. Ko'proq harakat qiladi. Luboy mana har qanaqangi, hamma tanishinglar, qarindoshinglar bo'lsa, bilasizlar, boshqa davlatga borsa ko'proq harakat qiladimi o'tda yoki bo'ttigidan keyin kamroqmi? O'tda hayot osonroq, u nimaga ko'proq harakat qiladi? Tezroq moslashib. Tasavvur qiling. Deylik, siz tengi bola yoki men tengi bola. Toshkent shahrida yashayapmiz. Va men harakat qilmayapman. Deylik, til o'rganmadim. Kurslarga bormadim. Hech nima yo'q. Hech kimga kerak emas, jamiyatga kerak emas, bitta odam bo'lib yetishdim. Nima bo'ladi menga? Oilangiz bor. Ota-onangiz. Ho, to'g'ri fikrlar hosil. Uyda bo'lsangiz, ota-onangiz yo'q, o'zingizga. Ya'ni men ko'chada qolmayman.
ko'chada qolmayman. Ota-onam deydi, amakam yoniga chaqiradi, tog'am bor. U bu kim meni panohga oladi. Baxtga bolam, sen qiynalib qolibsan. Hayot shunaqada ketdi. Siz aybingiz yo'q, hamma atrofdagi aybdor va hech narsa bo'lmaydi. Yo'qotadiganlar ehtiyoj kuchli emas. Ha, o'qish kerak. Mana zo'r joy ekan, o'shanga kelyapman. O'tib ketayotgandim, bitta chiroq qisib qo'ygan, kirdim. O'tib ketayotgandim, maqtashyapti, hamma o'qiyapti. Kerak ekan. Ehtiyoj emas bu. Lekin siz o'zingizni qiyin vaziyatga tushirsangiz, qiyin vaziyatga tushsangiz, shunaqa ehtiyoj paydo bo'ladi. O'shaning uchun immigrantlar borganda bosib borini ko'rsatadi. O'qiydi, o'sha o'qolmagan va davlatida o'qolmagan narsani o'qiydi, tilini o'rganadi, ishini o'rganadi, 3 barobar ko'proq tezlaydi. Chunki nima? Ehtiyoj yaratildi. Endi hamma ko'chib ketish kerakmi degan savol. Shart emas. 18 yoshdan alohida chiqib ketishni maqsad qiling. Misol uchun, yoki 20 yoshdan, yoki 25 yoshdan alohida chiqib ketish kerak nima degani bu? Mustaqilsiz degani. Bu degani sizni o'zingizni har oylik $500 xarajatingiz bor degani. $500 xarajat bor degani $500 emas, bir $600 ishingiz bo'lishi kerak degani. 22 yoshli odam $600 pul topish uchun u qanaqa nima bo'lishi kerak? Juda ko'p o'qigan bo'lish kerak, kamida 2 ta qo'shimcha til bilish kerak. Endi siz mana til o'qib ko'ring, mana shu fikrlash bilan qanaqa o'qiysiz? Ha, endi o'qisam, IELTS'im bo'ladi. Xo'p, institutga kirmoqchi bo'lib o'qiyotganlar IELTS. Xo'p, IELTS 7 oldingiz. Olmadingiz. 5,5 oldingiz. Hayotingiz juda yomon bo'lib ketadimi? Kam, kirasiz bitta anaqaga. Bundan kirib borishadi Singapurga bir urib. MIT bor hozir mana Inha bor. Kirib ketasiz-da, yomon bo'lmaysiz. Umuman IELTS ololmaysiz ham kirib ketasiz hozir. Institutga kirmasangiz nima bo'ladi? Ko'rasizmi, ehtiyoji yo'q. Menda nima ehtiyoj bor edi aziz aka? Nimaga shu ingliz tilini o'rgangansiz? Nimaga dars bergansiz ingliz tilida? Nimaga siz doktorsiz u desa, doktorlarga o'sha men endi eng katta o'g'ilman, ota-onam shifokor, shifokorlar ko'p payt pul topmasdi. Menda realniy ehtiyoj bor edi. Ikkita ukam katta bo'lib kelyapti. Men uylanishim kerak edi, alohida chiqishim kerak edi, pul topishim kerak edi. Ingliz tili o'qituvchilar juda yaxshi pul topardi o'sha payt, lekin men intermediate edim. Ehtiyoj. Ya'ni bu qanaqadir bitta tush ko'rib yoki kimnidir Jeff Bezos yo Steve Jobs gapini eshitib, "Voy, yorib o'raman" deb 2 hafta u. Mana shu anaqadan keyin ham mana misol uchun nima motivatsiya uyg'onsa 2 hafta uzoq. Keyin yana o'sha anaqa bo'ladi-da, gapiradi. Nima bo'lardi? O'shaning uchun ehtiyoj uyg'otish. Demak, uyg'otishingiz kerak ehtiyoj.